Assalomu alaykum gurbadagilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana navbatdagi darvozamizni qo'yib eshikka o'rnatdik. Parkdan teparoqda. Ko'rib baho beringizlar. Bu o'rtancha varianti. Profillari 1.7, listlari 0.8. Merjaniga qo'yib berdik, zamoqlari. Ichki taraflarini ko'ringizlar. Taylarga sheylar qo'yib berdik. Mashina bo'ldi har taraflama. Kraskalari chiroyli bo'ldi. Ixchamgina bo'ldi. Bu garaj darvozasi. Hol katta darvozasi ham bor. Katta darvozasi. Darvozani yopinglar, darvozani. Bu katta darvozasi. Bu ham 0.8 lis, profili 1.7. Uchtadan sharner, taylarni sheylar qilib berdik. Qora merjivanka yopishtirib berdik. Buni ham zamog'i. Ber zamok. İçlarini ko'rib baho beringizlar ishimizga. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqingizlar. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, plus belgisini qoldiringizlar. Biz yozib jo'natamiz. Qaysi do'stingizga shunday darvozalar kerak bo'lsa, jo'natib qo'ying. Ustalarni qo'llab-quvvatlab turingizlar. Rahmat kattakon. Obuna bo'lib, laykni aymaymiz. Shu videoni do'stlaringizga tarqatingizlar. Kattakon rahmat e'tibor uchun. Ustalarni payda erishgadi. Kutamiz payda erishga. Rahmat.